Qoraqalpog'istonda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. 2025-yil 6-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasida yo'lovchi poyezdi yuk avtomashinasi to'qnashdi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llar AJ axborot xizmati ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, voqea soat 15:31 da Qo'ng'iroq mintaqaviy temir yo'l uziliga qarashli To'rtko'l Ellikqal'a stansiyasi oralig'ining 531-8 bekatida joylashgan qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasida sodir bo'lgan. Qo'ng'iroq Andijon yo'nalishidagi 128-sonli yo'lovchi poyezd harakati davomida temir yo'l kesishmasida signal berishiga qaramasdan harakatlangan KAMAZ rusumli avtomashinasi bilan to'qnashib ketgan. Oqibatda yuk avtomobil haydovchisi shifoxonaga jo'natilgan. Yo'lovchi poyezdda esa 216 nafar yo'lovchi bo'lib, ularning sog'lig'iga zarar yetmagan. Teplovoz poyezdni olib keta olmaganligi sababli 025 sonli teplovoz soat 16:15 da voqea joyiga jo'natilgan. Hozirda voqea joyida tegishli rahbarlar, huquqni himoya qilish organ xodimlari yetib borgan. Hozirda surishtiruv ishlari davom etayotgani ma'lum qilindi. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.